Assalomu alaykum hurmatli Andijon Cherry kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda yaqinda taqdimoti bo'lib o'tgan Tiggo 9 Pro modeli haqida sizlarga qisqacha obzor qilib beramiz. Tiggo 9 Pro modeli tashqi dizayni, obisovkalari jihatdan Cherry'da eng bahaybat mashinalar qatoriga kiradi. Motori 2 turbina motor bilan jihozlangan, 245 ot kuchiga ega bo'lgan, ko'rinish, dizayn jihatdan ancha chiroyli, ancha bahaybat hisoblanadi. Diska balon razmerlari o'zgargan, 20 razmerli diska balonlar bilan jihozlangan, diskalari ham chiroyli go'zal qilib ishlangan. Avtomobilimiz salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi ham juda chiroyli qilib ishlangan. Oldi sidinlarda atamanka hamma narsalari bor. Massaj funksiyasi ikkala tarafda ham bor. Ya'ni voditelь tarafda ham, passajir tarafda ham massaji 5 xil massaji bor. Ushbu crossoverimiz 7 kishilik, orqalari ham ancha keng. Orqa sidinlari ham to'g'ri elektronli bo'ladi. Podsvetkalari ham xohlagan rangingizda o'zgaradi. Oynalari zavodskiy o'zi qoraytirilgan bo'ladi. Orqa dizayni ham bitta olib qo'ying. Eng qizig'i avtomobilimiz polniy привод hisoblanadi, ya'ni to'rala balondan tortadi. Bagaj hajmi ham ancha keng, ya'ni 3-qatori ham keng. Orqada o'tirgan odam ham bemalol o'zini qulay his qilib keta oladi. Disk rejimi bor asosiy. Ya'ni bagajni yopganda qo'li qisib qolmaydi, o'zi qaytaradi. Endi bu modelimizda ushbu funksiya bagajnikida emas, sidinalarda ham bor. Ya'ni sidinalarni ham yopganda addachi bo'ladigan bo'lsa, sidinasi qaytadi, qisib qolmaydi. Ichki salon tuzilishi ancha qulay, ixcham qilib ishlangan. Asosiy funksiya bu modelimizda ko'zni skaner qilib ketish funksiyasi bor. Ya'ni yo'lda uxlab qolsangiz yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, mashina signal beradi yoki o'zini o'zi parkovka qiladi. Mashinamizning xolodilniklari, hamma narsalari bor, full holatda, sidinlari, hamma narsalari chiroyli qilib ishlangan. Sovutish tizimi ham orqa sidinlarda ham bor. Ushbu avtomobilimizning tan narxi 539 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Naqd pul bilan avtokreditga tan narxidan 40 million chegirmasi bor. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki avtosalonimizga tashrif buyuring.